Tayyormisiz? Masaba ham ekonom pechka. Masaba ham ekonom pechka. O, asaba ham ekonom pechka. Bitta oling operator. Do'stlar, qadrdonlar, ekonom pechkani bog'lab kelganmiz. Bittadan like bosinglar. Sizlar uchun maxsus video bo'lyapti. Ustalar kanalini ko'rishda davom etinglar. Arzon joyi. Bu ekonom pechkalarimizning narxi simib ketdi. Hozirgi kundagi narxi 1 million ham demaymiz. 950 ming so'm ham demaymiz. 900 ming so'm ham demaymiz. Arzon. Maqsadga to'g'ri jigar 750 ming so'm degani jigar beraroq keling dedim. Bizi kanalda obunachilari faqat o'zimga o'xshagan radnoylar edi. Shuning uchun arzon qilib beramiz. Sizni kanalingizga obunachilar bo'ladigan bo'lsa, 700 ming so'mdan kraskalangan variantini olsinlar dedi. Qadrli bittadan aytib bosinglar. Jigar agar 700 ming so'm qimmatli qiladigan bo'lsa, kraskasiz varianti bu 650 ming so'm. Nima deyapti? Razmerga keladigan bo'lsa, qadrdonim 21 santimetrga 21 santimetr qorin qismlari, ya'ni o't yonadigan qismlari 208 listdan tayyorlangan. Tepa qismlari esa 2 listdan tayyorlangan. Hozirgi kunda 99% ishlab chiqaruvchi, ya'ni ekonom pechka ishlab chiqaruvchi akalarimiz xuddi shunday yasayapti. Shuning uchun narxi qadrdonim arzon. Bizi kanaldan ko'rib, ustalar o'z kanalidan ko'rib chiqdim degan akalarimiz uchun 700 ming so'm narx aytganda men aytdim, meni obunachilarim hammasi akam, ukam, opam, singlim radnoyim bo'lib ketgan. Shuning uchun o'zimga beradigan narxda bering desam, sizga sotadigan bo'lsam 650 ming so'mni. Shuning uchun radnoylar o'z kanalidan ko'rinsalaring. Mana shunday bittalarning narxi 650 ming so'm bo'ladi. Bittadan like bosinglar. Bizni bugungi manzilamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Cho'rini qishlog'idan bo'lyapti. Mana shu telefon nomerlarga telefon qiladigan bo'lsalaring 7 ga 24 aloqada O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi kelishilgan holatlarda bo'ladi. 2 ta olasizmi, 10 ta olasizmi? Arzimagan, ya'ni 100 ming 50 so'm qo'shilib qolishi mumkin. Vohadagi akalarimiz bemalol podдержкада bo'lib like bosaveringlar. Eng arzon joydan bo'lyapti. Chunki ana ishlab chiqarish sexi. Ekonom pechka yaratilish jarayonlari qadrdonim. Bu yerda akamiz ishlayapti. Lazer xizmati bor. O'zi 99% inson tushunadi. Ekonom pechka lazer xizmatiga muhtoj. Lazerlarimiz borligi uchun ekonom pechka dehqonchilik joyi, ya'ni o'tin joyini qadrdonlar. Shu narsaga e'tibor beringlar. Hozirgi kunda yonib o'chib o'tdi, o'tayotgan mana. Bu hozir tezak solib qo'yganmiz jigari. Agar tezakmi yoki bundan tashqari mana tezaklarimiz. Mana. Endi buni shaharliklar tushunmaydi. Lekin qishloqlar yusva tushunadi tezak. Moldan tekin keladigan daromad. Tezak bo'ladimi, qo'l o'tin bo'ladimi yoki g'oza bo'ladimi yoki yana nima? Ko'mirda hokasi bo'lgan hamma mahsulotni tanlamaydigan, isrof qilmaydigan mahsulotimiz ekonom pechka bo'ladi. Jigar 7 kilo ko'mirni 12 soat davomiga yetkazib beradi. Ya'ni kechki payt yotishdan oldin bitta zagotovka qilasiz, 7 kilo ko'mir solasiz. Ertalabgacha uyingiz issiq bo'ladi. Farzandlaringiz bemor bo'lmaydi, ota-onangiz bemor bo'lmaydi. Shuning uchun bu videoni 2025-yilda qishdan issiq chiqaman degan akalarimiz ko'rsin va bittadan like bosib qo'ysin. Eng o'tin joyi ishlab chiqarish sexidan bo'lyapti. Sizlar uchun maxsus video bo'ldi. Qadrdolar, faqat bittadan iltimos obuna bo'lmay ko'rsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Eng arzon joyidan ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Radnoylar bizni ko'rishda, kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun maxsus video bo'lyapti. Tani joylar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Tamom.